بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrohmanirrohim. Dinimiz shariati islomiya insonlarni poklik, iffat, halollik kabi ulug' fazilatlarga chorlaydi. Va shuni barobarida qimordan, sutxo'rlikdan, haromxo'rlikdan, ichkilikdan, zinodan va shunga o'xshagan boshqa yomon ishlardan qaytaradi. Islom dini poklikka chaqiradi. Alloh taolo odam bolasiga bu dunyoda hisobsiz noz-ne'matlarni bergan. Shulardan bittasi moli dunyo. Shulardan bittasi farzandlar. Astagfirullah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khayrun 'inda robbika thawaban va khayrun amala. Kahf surasida Robbimiz aytadi: mol mulk, bola chaqa shu hayotda dunyo zinatidir. Dunyoning zinati boyligi bilan farzandlar. Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroqdir. Insonning hayoti mana shu mol bilan, mana shu dunyo bilan bardavom bo'ladi. Undan tashqari insonning qo'liga berilgan mana shu mol, dunyo, pul bandaga berilgan ham omonat yana. Kim mana shu topayotgan dunyosi, topayotgan puliga e'tiborli bo'lsa, haloldan topsa, joyiga sarf qilsa, demak shu pul degan ne'matning shukrini ado qilgan bo'ladi, omonatga vafo qilgan bo'ladi. Aksincha bo'lsa-chi? Aksincha bo'ladigan bo'lsa, mol degan, davlat degan ne'matning shukri ado qilinmagan bo'ladi, noshukrlik qilgan bo'ladi va omonatga xiyonat qilgan bo'ladi. Keyingi oyatga quloq tutamiz. Astagfirullah. Wa alamu annama amwalukum va auladukum fitna va annalloha indahu ajrun azim. Bilingizki, albatta mol va dunyolaringiz va bola chaqalaringiz faqat bir fitna, aldovdir. Yolg'iz Allohning huzuridagina ulug' ajr savob bor. Birinchi oyat bilan ikkinchi oyatni zohiriga qarasangiz, ma'nosi bir-biriga teskariga o'xshayapti. Birinchi oyatda mol va dunyoni Alloh taoloning bergan zinati, ne'mati deyilyapti bola chaqa bilan. Ikkinchi oyatda moliylar va bola chaqanglar, moliylar va farzandlaringlar fitna deyapti. Yo'q, bu bir-biriga qarama-qarshi emas. Bu aksincha bir-birini to'ldiradigan oyatlar. Ikkala oyat zohirida bir-biriga zid bo'lib ko'rinsa-da, aslida biri ikkinchisini to'ldiryapti. Birinchi oyatga ko'ra, kim mana shu boyligini, pulini haloldan topsa, halolga sarf qilsa va farzandlarini tarbiya qilsa, to'g'ri tarbiya qilsa, mana shu moli davlati bilan farzandlari nafaqat dunyo hayotiga, balki oxirat hayotiga ham zinat bo'ladi. Endi aksincha, kimni topayotgan moli davlati haromdan bo'lsa, farzandlariga tarbiya bermasa, mana shu moli dunyo uni bu dunyoda ham, oxiratda ham ustiga musibat bo'ladi, balo bo'ladi. Mana endi bog'ladingmi? Keyingi paytlarda mana shu qimor o'yinlari avj olib qoldi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa keng ommalashib ketdi. Ayni bizning davrimizda qimorning xatari avvalgi zamonlardagidan ko'ra kattaroq bo'lib qoldi. Sabab avvallari qimor o'ynashlik uchun bir qancha narsa talab qilinar edi. Uydan chiqish kerak edi, joy topish kerak edi, o'ziga o'xshagan qimorbozlarni yig'ish kerak edi. Ammo hozirmi 24 ga 7 formatida qimor o'ynashlikka sharoit bor. Uydan ham chiqmaydi, ulfatni ham istamaydi, yotgan joyida, o'tirgan joyida. Yana bizni jiddiy o'ylantirishga majbur qilayotgan tarafi mana shu baloga ayollar mubtalo bo'lib qolyapti. Qo'lida telefoni bor, tinimsiz reklama kelib turadi, qimor o'ynashlikka. Totalizatorlar, kazinolar, virtualniy kazinolar.
Bir marta parvo qilmaydi, 2 marta parvo qilmaydi. 10 ming so'm sizga deydi, beramiz shunday deydi. Nima deb beradi uni? Bonus. U nima u? Don sepishda u. U internetda qimor o'ynayotganlar bu o'zini ishiga ilmiy yondashadi. Insonning psixologiyasini yaxshi o'rganadi. Qanday qilsa ilashligini yaxshi biladi. To'g'ri-da, oddiy bitta o'yin o'ynaysiz, bunday vaqt ko'pligidan o'ynaysiz, orada chiqaveradi, 15 ming so'm oling deydi, bonus deydi, bekarga deydi. Bo'pti, bir olay deysiz, yutkizsam, o'shani yutkizib o'ynamayman deysizmi? Ilashdingizda. Bu narkotikka o'xshagan narsa. Ayollarni mana shu virtual qimorga aralashib qolishi natijasida muammolar yana ko'payyapti. Oilalar buzilyapti, uylar xonavayron bo'lyapti. Ana shu uyda o'tirib farzandi tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lish kerak bo'lgan onalar, qiz kelinlar telefon orqali mana shu qimor tuzog'iga tushib qolyapti. Ana shu bitta oilada o'shaqa telefonda ilashib qolgan qimorga tilla taqincholarni sotgan, qutulmagan, yana o'ynavergan, oxiri oilaning buzilishiga keldi. Yaxshigina pulni tushib qo'ygandan keyin er haydab yuboradi xotinni. Endi mana shu kelinning ota-onasi keladida, erkak tarafga, kuyov tomonga qudaga aytadi. Keling xudo, endi shu 1 million so'mga tushib qo'yibdi. Shu yarmini biz to'laylik, yarmini sizlar to'laylar, shu endi oila buzilmasin deydi. Desa, kuyov taraf unamaydi. Unaqa qimorvoz kelin kerak emas bizga deydi. Bilib bo'lmaydi akalar. Hushyor bo'linglar. Nimalarni ko'rib o'tiribdi hozir? Siz bilasizmi? Ehtimol boshqa din vakillarining da'vatiga ilashib qolganlar adashib. Ehtimol shunga o'xshagan noshariy, noqonuniy ishlarga tushib qolayotgandir. Musibat nimada? Hammani qo'lida turibdi bu telefon hozir. Bu muammo ummatning fojiasi. Hozirgi davrdagi ummatning problemasi, fojiasi. Ona qimorvoz bo'lsa, farzandga kim tarbiya beradi? Ona qimorvoz bo'lsa, bunaqa ona bolasiga qanday tarbiyani o'rgatadi? Uyda barakasi qayerga ketadi? Hozir aytganimizdek, avvalgilar qimor o'ynashlik uchun ancha mehnat qilish kerak, uydan chiqish kerak, to'planish kerak bo'lsa, hozir uydan chiqmasdan o'ynayapti. Qimor. Qimorning ta'rifi va haqiqati. Qimor nima? Qimor lug'atda xatar, oson yo'l bilan topilgan mol ma'nosini bildiradi. Istilohiy ma'nosi nima? Qimor istilohda kamida 2 tomondan biriga xatar keltiradigan, g'olibning mag'lubdan biror narsa olishiga asoslangan har bir o'yin, har bitta muomala qimor hisoblanadi. Ya'ni ikki taraf o'rtaga ikkalasi ham ma'lum bir mablag'ni qo'yadi, o'yin tugagandan keyin bittasiga o'tib ketadi. Bittasi yutadi, ikkinchisi yutkazadi. O'rtaga qo'yilgan narsa pul bo'lishi mumkin yoki buyum bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra nomi qanaqa o'zgarsa ham mana shu ta'rifga tushgan har bitta narsa qimor hisoblanadi. G'olibning qo'liga ikki taraf qo'ygan barcha mablag' yoki narsa o'tadi, mag'lub hamma narsadan mahrum bo'ladi. Bu odamlarning molini botil yo'l bilan yeyishlik deyiladi. Odamlarning molini botil yo'l bilan yeyishlik harom. Shuning uchun qimor harom. Qur'onda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'l bilan yemangiz. Ana shu oyatga ko'ra qimor harom bo'ladi. Qur'on qimorni harom ekanligini ochiq oyatlarda bayon qilgan. Qimor o'yinlari Qur'on bilan, sunnat bilan, ummatning ijmosi bilan harom qilingan. Qimordan topilgan molni yeyishni gunohi og'ir bo'ladi. Chunki qimorvoz odam shariatda harom qilingan ikkita ishga qo'l uryapti. Birinchisi qimor o'ynayapti, harom ish edi. Ikkinchisi harom bo'lgan pulni yeyapti. Harom o'yinda o'ynaydi, o'yindan yutib olgan harom molni o'zlashtiradi. Endi qimor o'yinlari qanchalar harom bo'lsa, uni targ'ib qilish, reklama qilish ham shunday harom bo'ladi. Sizlar uni ko'rib turib, sportni reklama qilyapti deb o'ylayapsizlarmi? Chuchuklarni xom sanabsizlar. Qimor u.
Futbol chempionati o'tkazadi, eng asosiy sponsorimiz palonchi totalizator kompaniya deydi. Ma'lumotlarga ko'ra, qimorda reklama qiladigan kompaniyalar, totalizator bilan shug'ullanadigan kompaniyalar dunyoda marketing bilan reklamaga eng katta pul sarflaydigan tashkilotlar hisoblanadi. Hech qaysi kompaniya, hech qaysi firma mana shu totalizatorlar o'ziga reklamasiga sarflaganchalik pul sarflamaydi. Qimorning shariatdagi hukmi. Qur'oni Karim oyatlarida qimorning haromligi shunday aytib qo'yilibdi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey mo'minlar, aroq, qimor, butlarga sig'inish, cho'plar bilan folbinlik qilish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'ling. Mana maysir degan so'z keldi. Biz siz bilan ishlatadigan qimor so'zi ham o'zi aslida arabcha so'z. Endi Qur'onda qimor degan so'z emas, balki shu qimorning sinonimi, murodifi, maysir so'zi keldi. Maysir qimor bitta narsa. Maysir arab tilida osonlik bilan mol topish ma'nosini bildiradi. Ya'ni qimorning haqiqiy ma'nosiga dalolat qiladi. Astagfirullah. Yas'alunaka anil khamri wal maysir. Ikkita narsani aytayapti. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan aroq va qimor haqida so'raydilar. Qul fihima ithmun kabirun va manafi'u lin-nas. Ayting, bularda katta gunoh va odamlar uchun foyda bor. Va ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bularning gunohi foydasidan ko'ra kattaroq. Ana shu vaqtda yashagan odamlar aroq bilan qimorning foydasi bor deb ishonishgan. Shuning uchun oyatda odamlarga foydasi bor deyapti. Aroqni sotib pul topishni foyda degan ular. Endi islom nima dedi? Aroq sotib topilgan pul hech qachon yaxshilik bo'lmaydi, hech qachon foyda bo'lmaydi. Yana qimordan pul yutishdi, odamlarga cho'tal berishni ham foyda deb tushungan. Lekin oyat aytayapti, bunga o'xshagan kichkina foydalarning oldida keladigan zarari kattaroq bo'ladi deb aytayapti. Aroq bilan qimorni jamiyatga, shaxsga, davlatga va insoniyatga keltiradigan zarari hozirgidek ko'zga yaqqol ko'rinmagan bo'lsa kerak avval. Chunki qaytarib aytamiz, qimor o'ynashlik mehnatida avval uyatar edi ushalib qolishlikdan. Qimorxonadan chiqib kelayotgandan uyatar edi, hozir uydan chiqmaydi. Ko'rpasidan turmaydi, shunday o'tirib o'ynab qo'yapti qimorda. Alloh shundoq qilib sizlarga o'z oyatlarini bayon qiladi, shoyatki tafakkur qilsangiz. Alloh taolo bayon qilib berdi. Oyatda qimor bilan aroqning zararligini. Mana shu bayonni inson eshitdi. Endi xulosa qilib amal qilishi inson o'zining ixtiyorida. Oyatni takror o'qiymiz. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey mo'minlar, aroq, qimor, butlar, cho'plar bilan fol ochishlik shayton amalidan bo'lgan harom ish. Shaytonning ishi ekan. Shayton bizga dushman birodarlar. Shayton hech qachon bizga, iblis bizga foydamizni gapirmaydi. Bas najot topishinglar uchun ulardan uzoq bo'linglar dedi. Endi Alloh taolo u ishlardan uzoq bo'linglar dedimi? Uzoq yuring, qilmaysizda. Tushunarlimi? O'tda oldiga borsangiz kuyib qolishingiz mumkin. Kuymasligingiz ham mumkin. Lekin yaqin kelmay, nandaroqda yuring, omon bo'lishingiz aniq. Shuning uchun insonni qimor o'ynashligiga sabab bo'ladigan har qanday narsadan uzoq yurish kerak. Qimorvoz ulfatlardan, kazino ko'chalaridan, shunaqa prilojenelardan, telefondagi qimorga sabab bo'ladigan, qimorga tortishi mumkin bo'lgan har qanaqa ishdan uzoq yurishligi kerak. Hali hikmatda aytiladi-yu, ikkita o'g'ri bilan yursang, uchinchisi sensan. Ikkita qimorvoz bilan yursang, uchinchisi sensan. Boshida u qimor xunuk bo'lib ko'rinadi ko'zingizga.
Boshida aroq ichayotgan ikki tulpatingizni ishi xunuk ko'rinadi ko'zingizga. 3 marta, 4 marta, 5 marta o'tirganingizdan keyin uni hididan ta'sirlanmay ham qo'yasiz aroqdan. Keyin bir ichib ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita qimorvoz bilan yursang, uchinchisi ya'ni inson qimor o'ynashga sabab bo'ladigan hamma narsadan uzoq bo'lish kerakligini tushunish kerak bu oyatdan. Ulfatmidi, ko'chamidi, imoratmidi, reklamamidi, telefondagi prilojeniyamidi? Qimorni eslatadigan narsadan uzoq bo'lishligi kerak. Qarang. Mana shu oyatda aroq ichish bilan qimor o'ynashlik, butga cho'qinish, yana folbinga ishonishga o'xshagan kufr, shirk amallari bilan tenglashtirilyapti. O'sha boyaga qimor o'ynayotgan, aroq ichayotgan odam folbinga bormasligi mumkin. Butlarga sig'inmasligi mumkin. Shirk keltirmasligi mumkin. Lekin aroq bilan qimorni qilib qo'yaveradi-da. Ba'zi odamlar butga cho'qinishlikdan qattiq hazar qiladi. O'lib ketsa ham bu ishni qilmaydi, ammo aroqni ichaveradi, qimorda o'ynaveradi. Mana shu ishlarda orqasidan shayton nimani xohlaydi? Astagfirullah. Innama yuridu ash-shaytonu an yuqiya baynakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maysir. Ichkilik, qimor sababli shayton oranglarga bug'z va adovat solishni hamda Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar. Mana shu aroq bilan qimorning orqasidan shaytonning maqsadi nima ekan? Birinchisi, adovat solar ekan, zikr qilishdan to'sar ekan, namozdan qaytarar ekan. Mana endi to'xtarsizlar deydi. Mana shu oyatdan 10 ta xulosani olamiz. Birinchidan, qimor, aroq, butga sig'inish va fol ochishlik qatorida zikr qilindi. Qanchalar og'irligini bilsak bo'ladi. Ikkinchisi, qimorni Alloh taolo rijs dedi, ya'ni najosat dedi. Uchinchidan, qimor shaytonning ishi. To'rtinchidan, qimordan chetlanishga buyurilgan. Beshinchisi, qimordan uzoq turganlar najot topadi. Oltinchisi, qimor odamlar orasiga adovat soladi. Oltinchidan, qimor odamlar orasiga adovat soladi. Yettinchidan, qimor nafrat uyg'otadi. Sakkizinchidan, qimor Allohning zikridan to'sadi. To'qqizinchidan, qimor namozdan to'sadi. O'ninchidan, qimordan uzoq bo'lishlikka buyurilgan. Demak, qimor shaytonning ishi ekan. Mana shu shaytonni kim ekanligi, odam bolasini qimor o'ynashlikka da'vat qilayotgan, chaqirayotgan shaytonni kim ekanligini bir eslab qo'yaylik. Shayton kim edi? Innahu lakum aduwwun mubin deydi Alloh taolo. Shayton sizlar uchun ochiq dushman deydi. Bilasizlar, Odam alayhisalomga sajda qilishlikdan bosh tortganidan keyin Alloh taoloning la'natiga qoldi iblis. Jannatdan quvildi. Va Alloh taologa dedi: "Qala anzirni ila yawmi yub'asun." Parvardigor, meni mana shu odam bolalari tiriladigan qiyomat kunigacha o'ldirmagin dedi. Iblis ana shu jannatdan chiqqan Odam alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortgan iblis Allohdan so'rayapti. Qiyomatgacha meni o'ldirmagin dedi. Alloh taolo aytdi: "Qala innaka minal munzarin." Sen muhlat berilganlardansan. Ya'ni qiyomatgacha o'lmaysan dedi. Ana shu iblis o'lmaydi. Bu yoqdagi shaytonlar tug'ilib, yashab o'ladi. Lekin o'lmaydigan iblis ana shu jannatdan quvilgan iblis. U aytdi: "Qasamki, endi meni yo'ldan ozdirganing sababli mudom sening to'g'ri yo'l ustida ularni kutib o'tiraman, Odam alayhisalom bolalarini. So'ngra ularga oldilaridan, ortlaridan, o'ngu so'llaridan kelib, to'g'ri yo'ldan ozdirurman va oqibatda ularning ko'plarini shukr qilgan holda topmaysan." Boshqa oyatda aytadi: "Qala robbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi va la ughwiyannahum ajma'in." Iblis aytdi: "Parvardigorim, qasamki, endi meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta ularga yerdagi barcha gunoh ishlarni chiroyli qilib ko'rsatib qo'yurman va albatta ularning hammalarini yo'ldan ozdirurman." Qimor shaytonning ishi. Shayton bizning dushmanimiz. Astagfirullah. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shayton
innahu lakum aduwwun mubin. Alloh taolo aytayapti Yosin surasida. Men sizlarga, ey odam bolalari, shaytonga ibodat qilmanglar. U sizlarga ochiq dushmandir. Mengagina ibodat qilinglar. Mana shu to'g'ri yo'ldir deb buyurmaganmidim? Qimor shaytonning ishi. Shayton bizning dushmanimiz. Inna shaytona lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa dedi Alloh taolo. Albatta shayton sizlarga dushmandir, uni dushman tutinglar. Shayton odamni oldi edi, vasvasa soladi. Qimor ham ana shu shaytonning vasvasasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu shayton insonning qon tomirlarida yurishligi haqida xabar beradi. Inna shaytona yajri min ibn adama majrad dam. Albatta shayton odam bolasining qon tomirlarida qon yugurgandek yuradi. Vasvasa kimniki ekan? Shaytonniki ekan. Astagfirullah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan aroq haqida va qimor haqida so'rashadi. Ayting: "Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Ayting, bularda katta gunoh va odamlar uchun foydalar bor. Bularning gunohi foydasidan kattaroqdir. Alloh azza va jalla mana shu shaytonning vasvasasi ishi bo'lgan qimordan uzoq bo'lishimizga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.